Film kinostudiyasining mahsuloti. Ko'k serik. Muxtor Avezovning hikoyasi asosida ishlangan. Ssenariy avtorlari Mixalkov, Konchalovskiy, Tropinin. Постановкаchi rejissyor To'lamish Okeyev. Bosh operator Qodirjon Qidiraliyev. Постановкаchi rassom Viktor Letnev. O'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilingan. Rejissyor Sobit Saidov, ovoz operatori Ibrohim Ochilov, tarjimon G'ani Jahongirov, redaktor Yo'ldosh Abdukarimov. Rollarda Qurmash Qambarvaliyev, o'zbek tilida Zohid Xodiyev. Ohangul Suymanqul Cho'kmorov, o'zbek tilida Obid Yunusov. Buvi Jankarozova, o'zbek tilida Valentina G'oziyeva. Hasan Satayev, o'zbek tilida Rixsivoy Avazov. Boyvachcha Ixtimboyev, o'zbek tilida To'lqin Tojiyev. Tez ol. Ot uşa. Uşa. Ay! Qurmash. Uncha militsiya tezroq kel. Buni yaqindagina bo'ri qachigan. Bu kimni qo'yi? Bo'ri zoti qo'yni egasini surishtirmaydi. Ini bu yoqda ekan. Mana ini. Ko'pligini qara ularni. Shoshmay turlaring. Hozir dodlaringni beraman. Mana. Bu 4-tinchisi. Endi ular ovulimizga o'ylashib kelishadi. Mana nasibanglar. Biqinib olishganini qara. Nari tur. Hali ko'z ochilmagan ekan. Bu eng oxirgisi. Hozir seni ham narigi dunyoga jo'nataman. O'ldirmang.
Senga nima bo'ldi, Qurmash? Qani ber kechi. Ber aka. Ma o'sha. Mahkam o'sha. Nimaga? Nega yig'laysan bekordan bekorga? Qiz bolamisan? Qiz bola emasmi? Qiz bola bo'lmasang o'ldir uni. O'ldirmayman. O'ldir. O'ldirmayman. O'ldirmaysanmi? Yo'q. Nimaga? Yo'q. Senga nima dedim? O'ldirmayman. Seni qara-yu. Namuncha qaltiramasang. Cho'lga olib keting deb o'ziga olingan eding-ku. Batayloqchi. Meni xijolatga qo'yding-ku. Namuncha qaltiramasang. Yigitmisan o'zing? Yer ketdik. Ko'zingni yoshini artib ol. Assalomu alaykum Hasan. Va alaykum assalom. Oving baroridan kelibdi-da. Rahmat. Burguting ham deyman, rosa chiniqibdi. 3 kundan beri ovqat berganim yo'q unga. Burgut och bo'lsa, ko'zi ovda bo'ladi. 6 yil konda ishlagan bo'lsang ham o'z kasbingni unutmabsan. Meni aytyapsanmi? Ha-da. Bo'lmasam-chi. Bolalikda o'rgangan ishni hech unutib bo'lmaydi. Buni ustiga omadli yigitsan. Esiy odam omad kutadi. Omad boshqa, ish ko'zini bilish boshqa. Unaqa bo'lsa nimaga meni omadim kelmaydi? Shoshma, seni ham omading kelib qolar. Burgutingiz rosa ham katta ekan, Hasan og'a. O'zing ham katta yigit bo'lib qopsan, Qurmash. Attang, meni burgutim yo'qda. Bo'lganda men ham ov qilardim. Mana uni ola qol. Yo'q, kerak emas. Olaver Ohangul, mendan sovg'a. Seni bu yaxshiliging nima bilan qaytaraman? Axir meni otimdan boshqa hech nimam yo'q. Yaxshi odam hech qachon qarzdor bo'lib qolmaydi. Istagan narsani so'ra. Menga chehringni ochiqligini o'zi kifoya. Sundan kulyapsanmi? Ushla. Ohangul, agar meni do'stim desang olasan. Ovulga olib ketay. Suyoq bo'lsa ham qimiz topiladi. Rahmat Ohangul. Onangni qo'lidan suv ichsam ham qimiz ichganday bo'laman. Havo ham ancha yurishib ketdi. Oldimiz yoz. Bundan buyon kuni seviradi. Men qara Hasan. Nega seni avaqda qilishni hech tushuna olmayman. Aqli kirsin deyishganda.
Xo'sh, qalay? Aqling kirdimi? Qayoqda deysan? Qozonda bo'lsa cho'mishga chiqadi-da. Qandoq yigit edingga? Ancha-muncha sog'lig'ingni yo'qotibsan. Hechqisi yo'q. Bahorga o'lmay chiqqan yozda ham o'lmaydi deyshadi. Mana tug'ilgan elimga yetib oldim. Xudo xohlasa endi tuzalib ketarman. Onangning ahvoli qalay? Xudoga shukr, sog' salomatlar. Sen el kezib yurgan odamsan, Hasan. Ulusda nima yangiliklar bor? Qanday yangilik bo'lardi? Boyvacha yana bitta xotin olibdi. Bundan boshqa yangilik yo'q. Ot qurmas. Endi sen ot. Hozir men otaman. Xushkurlar. Menga olimidi? Yo'q, menga. Mana yo'qasenchi. Hozir men otaman. Ana, mana sen yetdim. Ana. Kela qo'y. Hozir boraman, hozir. Nima? Qanot, bu senchi? Voyla. Bolalar, qaranglar, men naynoni hamma oshiqni yutib oldim. Boblaring qurmas. Turjunni g'irromlik qilding, qaytarib ber osoqlarimni. Qaytar! G'irromlik qilganim yo'q. Qaytarib ber dovman bo'lsin. Hozir amakimni chaqiraman. Chaqir amakini. Amakindan qo'rqadigan joyim yo'q. O'zing kuching yetmaganda amakini chaqiryapsanmi? Dadang chaqirib qo'ya qolmaysanmi undan ko'ra? Rosa maqtanarding-ku dadam keladi deb. Qani dadang? Dadam yaqinda keladilar. Qayerdan? Tog'dan. Nima? Yolg'onni olib qochma. Sen hech kiming yo'q, otang ham yo'q, onang ham yo'q. Buni hamma biladi. Sen g'irt yetimchasan. Sen o'g'risan. Oshiqni cho'z. Bermayman. Oshiqni cho'z dovman. Qo'y o'rdomni. Hey! Ur! Nega urmaysan? Bo'lmasa sen ur. Ne qarab turibsan? Sol aylantirib. Qani ur deyapman. Ur! Necha marta o'rgataman senga. Doim birinchi bo'lib ur deb. Kim haq, kim nohaqligini keyin surishtiramiz. Ur! Ur oshbiqiniga. Tayloq voy. Urishni bilmasang, g'ajishni mana u yirtqich bolasidan o'rgan. Valloh, qaranglar, hali ko'zi ham ochilmagan ekan. Qatta olding? Qizil tog'ning orqasidan. Qora yog'och jarida ini bor ekan. Bermayman. Osonlarni qaytarib bergan olasan bo'rib olayni. G'irromchi. Baribir bo'rib olayni, itlar qochib ketishadi. Mana ko'rasan hali. Shishi, qarang bo'ri. Bo'ri bolasini ham kishi uyga olib keladimi? Hasan og'am aytdilar, ko'zi ochilmagan bo'ri bolasini boqsa bo'lar ekan. Yo'q, otini. Shu yoshga kirib bo'rini kishiga el bo'lganini eshitmaganman. Darrov yo'qotini. Ko'rasan oyoqqa turdi deguncha o'zingga qarab irlaydi. Qani irillab ko'rsinchi. O'sha saxoti terisini shilib olarman. Bu menga o'rganib ketadi, Hasan og'a. Ha, o'rganib ketadi, qarog'im. Hammasi o'zingga bog'liq. Qani stopgich. U seni hidingni bilsin. Uyingni tanisin. Uni erkala, u bilan xushmuomala bo'l. Unda kishilarga nisbatan mehr uyg'ot. Shundagina u odamga el bo'lishi mumkin. Yaxshiligini qo'lidan ko'p ish keladi. Rost bolam, haq gapni aytding. Oti nima buni? Ko'kserak qo'ydim otini. Ko'kserak? Zo'r bo'lsin dedim-da, ovuldagi hamma itlardan uni ko'pagidan ham zo'r bo'ladi. Voy, Hasan qarog'im, ko'kragimga shifo topish kerak.
Kasaling seni juda qiynab qo'yibdi. Bexafsala bo'lma, zo'rayib ketmasin. Ana tog'da qaynoq buloq bor. Har kuni azonda turib unga tushibdir. Xudo shifo bersa ajab emas. Aytganingiz kelsin, opa. Bo'ri bolasi ko'p ekanmi? 5 tasini majalib tashladim. Bu 6-chisi. Endi ona bo'ri ovulni tinch qo'ymasa kerak deyman. Men ham shuni o'ylab turibman. U yog'i bir gap bo'lar. Eshitishimcha Ismoilboyning 100 ta qo'yini o'g'irlab ketishibdi. Shu rostmi? Men uzun quloq gaplar bilan qiziqmayman. Shunaqa degan. Men so'qqabosh dahriyman. O'zgalarning qozonda nima qaynayotgani bilan ishim yo'q. Bo'ri u tortyapti. Miltivotimni cho'chitmasam butun ovulni tinchini buzadi. Ey Xudoyim. O'zing panohingda asra. Qo'y, var deyapman. Uni o'z holiga qo'y. Qulog'ing bormi? Amaking nima dedi senga? Uni o'z holiga qo'y. Shishi, rostini ayting. Meni otam qayerdalar? Aytgandim-ku senga, toychog'im. Otang yo'q, o'lgan. Bo'lmasa opam qayerdalar? Apangam o'lgan. Ularni go'ri qayerda? Uzoqda chirog'im. Chingiz tog'ning narigi tomonida. Otam kuchlimidi? Ertaga aytib beraman. Uxla. Shishi. Uxlamadingizmi? Shishi, esimda bor, meni opam judayam chiroyli edilar. O'lganida kichkina eding. Chiroyliligini qayoqdan bila qolding? Yo'q, hammasi esimda. Opam aytganlar, qor yoqqanda qora baliq suvga tuxum qo'yarkan. Ey Xudoyim. Omonatingga xiyonat qilma. Yetimchamga rahming kelsin. Men o'lsam uni holi nima kechadi? Ey Xudo, ishqilib bevaqt o'limdan o'zing saqla. Ko'ksirik, ma. Ma ko'ksirik. Ma. Ye ko'ksirik.
O'zimni ko'k seragim. Ol. Ye. Ye qol ko'k serak. Yo'q, otib ko'rmoqchayni. Namunchuni erkalatmasang. Undan ehtiyot bo'l. Tag'in g'aflatda qolma. Bugun oyoqqa turdi, urlashini qara. Nega uni jig'iga tegasiz? Yirtqichroq bo'lsin-da. Hasan og'a uni qondagi yirtqichlik etadi deganlar. Ko'ngliga qattiq tegib nima qilasiz? Unda ko'ngil nima qilsin? Shunday qilish kerakki, Qurmash. U seni menga do'st bo'lsin-u, o'zgalarga yirtqichligicha qolsin. Jahlim chiqarsangiz, keyin sizga ham tashlanadi. Tashlanib ham qolsin-chi. Naq terisini shilib olarman. Tini unga. Basili. Nima yoqmadimi? Ha? Unda sen meni ur. Ma. Ur. Ur meni. Qani? Urmayman. Men oldin katta bo'vali, siz qarib qolasiz. O'shanda meni nimalarga o'rgatganingizni o'zingizga aytib beraman. Bering! Bu meni bo'rim. Bering! Bering bo'rimni. Bering uni. Bering! Ko'kserak! Bering menga uni. Ko'kserak! Bering bo'rimni. Bering duomni. Yo'q, dedim senga. Childirvoqlar! Boldiya tam shuncha it urishtirganlaring. Hamma maydonga yig'ilsin. Polvoncha kelyaptilar.
Assalomu alaykum. Tug'ishganlar. Mana bir oydan beri o'g'irlangan qo'ylarimni qidirmagan joyim qolmadi. Hamma yaylovlarni kezib chiqdim, ammo qo'ylardan darak yo'q. Meni qo'ylarimni hech kim ko'rmadimi? Bizni ovulda o'g'ri yo'q, Mirza. Unday bo'lsa qo'ylarim qayoqqa ketdi? Olganimiz yo'q seni qo'ylaringni. Yo'q, ko'rganimiz yo'q. Menga qara Mirza. 100 ta qo'ying yo'qolsa yo'qolibdi-da. Qaytaga tashvishing kamayibdi. Shunga ham kuyini yuribsanmi? Ha, senmisan Hasan? Hasan, salom qani? Begona yurtda yurib salom berishni unutib yubordingmi? Yo'q, nega endi? O'zingdan kattaga birinchi bo'lib salom berdi o'rgatishgan menga. Ha, bu gaping to'g'ri. Biz bu yerda hammamiz bir otaning bolalaridek ahli yashayapmiz. Yana eski kasaling qo'zg'ab g'alamuslik qilib yurma. Qo'ysang-chi, Ismoilbek. Nega meni badnom qilyapsan? Nima? Meni aybim shu och-yalang'och xalqingni kuldirib, dilini xushnud qilib yurganimmi? Bu kulgilaring uchun Xudoning oldida javob berasan. Meni maslahatim, tilingni tiyib yur, tag'in tiling boshingni yemasin. Bir boshga bir o'lim, lekin tilimga o'zim xo'jayinman. O'ynashmagin arbob bilan, arbob urar harbob bilan. Eshitishimcha qamoqdan qochgan emishsan. Meni qamoqdagilar boshiga urishadimi, qo'yib yuborishdi. Shoshmay tur. Vaqt kelib bu kulgilaringni burningdan buloq qilib olaman. Sen bilan bu yerda emas, Bo'lisda gaplashaman. Qamoqdan ham qochib bo'lar ekanmi? Sendaqalar qamoqdan qochishi yo'lda tursin, tegirmondan ham butun Qamoqda tekin boqishar ekan, haydab olishmaganda o'sha yerda qishlardim. Hali ham hazilkashliging qolmabdi. Hazilni bilmagan kalpozil deyishadi. Aytganda, endi meni qamaydigan bo'lsang, tuyam bilan qo'shiq qama. Yetar Hasan. Kulgini bas qil, valaqlashadi ham bekorchi vaqtim yo'q. Meni qo'ylarim o'g'irlangan. Shuncha qo'yni o'g'irlagani yetmagandek, o'g'ri ikkita ko'pagimni ham o'ldirib ketibdi. Qo'ylaringizni meni ovulingizga boshlab keldi. O'g'ri siz ovulingizdan. Qo'ylarim ham shu yerda. Bizni ovuldan o'g'ri chiqqan emas. Nimaga biz bechoralarni haqorat qilyapsan, boyvachcha? Qozonimizni bir oyda bir marta zo'rg'a qaynatamiz. Bolalarimizni ochlikdan tinkasi qurigan. 100 ta qo'y hatto tushimizga ham kirmagan. Apa, adolatparvar xaloyiq. Qo'y o'g'risini tutib bergan odamga o'g'irlangan qo'ylarimni yarmini o'z ixtiyorim bilan beraman. Yomonmi bir yo'li 50 ta qo'ylik bo'lsanglar? Hay yaxshi, bir xotam toylik qilay. Kimda kim menga o'g'rini tutib bersa, hamma qo'ylarimni unga beraman. Menga qo'y kerak emas, menga haqiqat kerak. Haqiqat kerak menga. Undan chiqdi, haqiqat qidirib kelsan-da bizni ovulimizga. Agar senga haqiqat kerak bo'lsa, hamma qo'ylaringni kambag'allarga bo'lib ber. Ana o'shanda haqiqatni o'zim manaman deb oldinga keladi. Haqiqatni topishning yo'li shu. Ey Hasan, og'zingga qara qulvachcha. Sen meni sovunimga kir yuvmabsan. Yaxshilik aytishmasa hamma o'tovlarni ag'dar-to'ntar qilaman. Yigit kishining ishi emas. O'tovni ag'dar-to'ntar qilish. Sen meni qornimni tekshir. 100 ta qo'yingni hammasi meni qornimda, Ismoilbek. Shunaqada. Yana ham hazilkash bo'lib ketibsan Hasan. Men ham ba'zan og'aynilarim bilan hazillashib turaman. Lekin bu ishga behuda aralashayapsan, bilib qo'y. Men o'rin topaman. Mabodo o'g'ri siz ovulingizdan bo'lsa, hech kim ayamayman. 7 yoshdan 70 yoshgacha hammangizni birma-bir savalataman. Ko'raman o'shanda ularning yonini olar mumkinson.
Ey Xudoyim, endi nima qildik? Oxanguldan o'lgudek kaltaydigan bo'lding. Shishi, bu yerdan ko'chib ketaylik. Tentakkin emi. Qayoqqa ham ketardik? Qayoqqa bo'lardi? Toqqa ketamiz. Ota-onamni topib, birga turamiz. Sen juda ham yoshsan hali. Avval katta bo'l. Ko'chish bir gap bo'lar. Shishi, Ohangul amakimdan boshqa bolalaringiz yo'qmi? Bolalarim juda ham ko'p edi. Bitta Ohangul qoldi. Qolgan bolalarim turmadi. Kim yirtdi? Kim yirtdi deyapman? Men. Rostdanmi? Rost. Yolg'on gapirma. Yolg'on emas. Meni aldamoqchimisan? Buni sen yirtmagansan, lekin qamchini sen yeysan. Terini men yirtdim. Ataylab yirtdim. Ishonmasangiz, mana. Qurmash, yoqma. Mayli yonaversin. Barakalla azamat. Qani beri kechi? Yaqinroq. Ishdan endi yech. Yechmayman. Yech deyman. Ohangul. Kelmanga. Bolani kaltaylab odam qilib bo'lmaydi. Namuncha toshbaqir bo'lmasang. Men uni odam bo'lsin deyman, yigitga o'xshab o'tsin deyman. Yetimni ayash kerak. Bolaga yoshligidan qattiq turmasa bo'lmaydi. Apa. O'zingiz bilasiz-ku. Meni sizdan Qurmashdan bo'lak hech kimim yo'q. Hatto xotinim ham yo'q. Men uni yigit bo'lsin deyman. Kuchli, baquvvat bo'lib o'tsin deyman. Suyaga qotmagan yetimchani urush gunoh bo'ladi. Xudoning qahri keladi, Ohangul. Bo'lmagan gap, apa. Bola turmush nimaligini bilib o'tsin, shundagina o'zini o'zi himoya qila oladigan bo'ladi. Dunyoda yomon odam ko'p. Meni fikrim shu. U hammani yomon ko'rganidan ko'ra, meni bir o'zimni yomon ko'ra qolsin. Bola hali yosh, sen shoshilyapsan, bolam. Apa. Siz qozon tovog'ingizni biling. Bolani men tarbiyalayman. Bo'ldi, yig'lamang. Chaqiring uni. Gapim bor. Qurmash. Qurmash. O'g'lim beriki. Amakini senda gapi bor ekan. Kela qochirog'im. Kelaver. Yaqinroq kel. O'g'il bo'lasan-ku. Bugun ertaroq yotgin. Ertalab toqqa chiqib ketamiz. Ko'ksharangni birga olib ketasanmi?
ana o qo'ylarni ko'ryapsanmi? Bir otar qo'y. Kimni qo'ylari? Bizniki. Xudoni o'zi yetkazdi. Biz ham boy bo'lib qoldik. Sen kuzgacha shu yerda qolasan. Qo'ylarni boqasan, lekin yaxshilab boqqin. Xo'pmi? Xo'p. Men oldinga ovqat olib kelib turaman. Qurmash. Berki o'g'lim. Ana o tog'ning orqasida katta qo'ra bor. Bu yerdan uncha uzoq emas. Ertaga qo'ylarni o'sha yerga hayda. Lekin ularni yondan jilma. Nimadan ham qo'rqasan? Ko'kseragan birga-yu. Irrilashini qara menga. Baribir el bo'lmaydi bu bo'rivachcha. Ha, esimdan chiqay debdi. Ma, buni shishang berib yubordilar. Tamati qilib ol. O'zlari ham ertaga kelib qoladilar. Mayli, men ketdim. Ey Ohangul, bu ishing yaxshi emas. Qo'ylarni qaytarib ber. Hali orqamdan poylab yuribsanmi? Mana shu qo'ylarni deb butun ovulni badnom qilmoqchimisan? Bor, boyvachchaga ayt. Qo'ylarning hammasi seniki bo'ladi. Qaytarib ber dedim qo'ylarni. Birovni ishga aralashma. Ey, it yaloq. Hasan. Bilik qo'y. Agar meni sotsang, teringga somon tiqaman. Bu ish seni qo'lingdan keladi. Mana shu qo'ylarni deb iymoningni yo'qotibsan. Hatto do'stingni ham bo'g'ib o'ldirishdan toymayapsan. Hasan. Bilaman, sen meni sotmaysan. Chunki do'stimsan. Balki meni qo'ylarimni boqarsan, ha? Eshityapsanmi? Yaxshi haq to'layman. Cho'pon kerak bo'lib qoldim senga. Otarimni yarmini beraman. Ishonaver, aldamayman. Men o'g'ri bilan ham tavo bo'lmayman. Nimaga endi men o'g'ri bo'lay? Men o'g'irlagan qo'ylar o'zimizniki. Boy bizni qonimizni so'rib boyigan. Sen yolg'iz o'zingni emas, xalqni ham o'yla. Ismoilbekning 5000 ta qo'yi bor. Bir o'zini 5 ta xotini bor. Menchi haligacha uylanganim yo'q. Yolg'iz onam bilan yetim jiyarimni zo'r boqaman. Axir men ham insonman-ku. Qayerim kam boydan. Ulusimizda Ismoilbek degan bitta o'g'ri bor edi. Unga sen ham qo'shilding. Ovulingdagilarni holi ne kechishini o'ylab ko'rdingmi? Ularni xonavayron qilasan-ku.
Sen Ismoilbekdan qo'rqasan. Men esa qo'rqmayman. Hech qachon qaytarmayman qo'ylarni. Har xil ekan tanlagan yo'limiz. Afsus, do'stimdan ayrildim. Xo'p, omon bo'l. Apa ko'cha yig'ishtiring, ketamiz. Esing joydan bolam. Kishi degan kechasi ham ko'chadim. Odamlardan bekitiqcha. Bo'la qolsa hech o'ylab o'tirishga vaqt yo'q. Qo'ni qo'shnilar nima deydi? O'g'incha ko'chib ketishibdi deyishmaydimi? Nima deysa deyishaversin. Endi biz bu yerga qaytmaymiz. Ey Xudo, yo'limizni bexatar qilib, ish qilib eson-omon ketib olaylik. Alloh. Bo'la qolsa hech. Uzmedia.tv eng yangi tarjima kinolar faqat bizda. Ko'ksiri, ana uni qara, ko'ksiri, qara. Ko'ksiri. Nega qarab turibsan? Ko'ksirik. Bos, ko'ksirik. Bos. Ko'ksirik. 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 Bos nima, ko'ksirik. Mana. Mana. Ko'ksirik. Ko'ksirik.
Qurmash! Qurmash! Ey, Qurmash! Tishlimi nima gap o'zi? Qo'lim og'riyapti. Qo'lingni emas, qo'ylarni so'rayapman. Bo'ri. Ko'zingni och, Qurmash. Ko'zingni och. Charchadim. Nima bo'ldi o'zi? Kechasi qorong'i edi. Qo'ylarga qarab turgin degandim-ku senga. Bo'rilar juda ham ko'p edi. Ko'ksalaging qani? Bilmadim. Yolg'on gapirma. Kechasi bo'rilar qo'raga kirganda ko'kserak yonimda edi. Bilmadim keyin qayoqqa ketib qoldi. Qo'rqoq bo'rivachcha. Necha marta aytdim senga. Uni otib tashlaylik, undan foyda yo'q deb. Sen uni ayading. Mana oqibati. U aybdor emas. Bo'lmasa kim aybdor? Shuncha qo'y nobud bo'pti. Shu qo'ylarni deb nimalar boshimdan kechmadi. Sen bo'lsang ularni bo'riga yem qilibsan. Qurmash, tez bo'l. Ketdik. Alaykum assalom qarag'im. Qaniki bir bag'rimga bosa chirog'im. Kela qol. Aynalayin sendan. Oho. Gap katta bo'lib qolsan-a? Qani o'tir. Choy poy ichib ol. Ma. Keyin boshing yitilib ketibdi-yu. Nima bo'ldi o'zi? Apa, bola charchagan. Avval dam olsin, keyin so'rab surishtiraverasan. Mana uni ham ichib ol. Yo'q, ichmayman. Uyqum kelyapti. Mayli, yota qol. Uxla. Testini yopib qo'yay. Bo'ri odamga el bo'lmaydi. Bo'ldi, jonimga tegdi. Ko'ksarak, ko'ksarak. Ma, ol. Ko'ksarak, ma.
Baribir teringni shirib olaman. Yetmeydi. Qo'ydan og'iz ochsam tilingni sug'urib olaman. Assalomu alaykum boy. Ha, o'g'ri. O'g'irlik go'sht jig'ildoningdan tiqilmayotyaptimi? Hali tiqilmagan bo'lsa endi tiqiladi. Tarbiya ko'rgan odamlar avval salomlashadi. Sen kim bo'ldingki, men sen bilan salomlashsam? Sadqai salom ket. O'g'ri bilan salomlashish emas, uni yuziga tupurish kerak. Nimaga meni haqorat qilyapsan? Shoshmay tur, o'g'irlik qilish qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Men o'g'ri emasman. O'g'ri emasman degan kimilla qilatmoqchi bo'layapsan, itdan tug'ilgan. Topdim! Go'sht topdim. Tegma go'shtga. Senlarniki emas. Qo'yib yubor meni. Qo'yib yuborlaring, qo'yib yubor deyapman. Qo'limni bo'shat. Bo'shat deyman. Gapir, qo'ylar qani? Gapir. Qidirib ko'r, balki toparsan. Bu go'sht qayoqdan olding? Men uni tulki terisiga almashib oldim. Terini Hasan sovg'a qilgan edi. O'jarlik qilma, itvacha. Yaxshilikcha ayt. Ana, men qara Ismoilbek. Ko'p jig'imga tegaverma. Seni yurgan otimdan boshqa hech nimam yo'qligini yaxshi bilasan. Biz ko'pdan beri seni izingdan quvib yuribmiz. Ovuldan qochsang ham, lekin mendan osmonga ham qochib tura olmaysan. O'g'lim. Jon Mirza. Jon Mirza, bolamga ozor berma. O'g'rimas u. Undan boshqa hech kimim yo'q. Apa turing. Turing deyapman. Tursangizchi. Yig'lamang, ko'z yoshlaringiz uni ko'nglini yumshatmaydi. Bu dunyoda kim boy bo'lsa o'sha haq. Kampircha qo'linglar javramasin. O'g'limni qo'yib yubor. Menga qara, dabdala bo'lmasindan qo'ylarni yaxshilikcha qaytarib ber. Xudoni g'azabiga uchramasang, rozi emasman Ismoilbek. Yetishdim bilan baloga giriftor bo'ldim. Agar ko'z yoshlarim urmasa rozi emasman. Xudoyo xudovunda tig'i farronga uchralaring, oxiratlaring kuymasa asti rozi emasman. Ammang. Bo'ri to'dastakniga bir kishiga yopishibsanlar. Yigit bo'lsang yakkama-yakka chiq. Qo'y boringlar. Agar kuchsinashni istayotgan bo'lsa, roziman, mayli itdan tug'ilganini bir dodini beray. Qani.
chakka ijorilibdi mirzo. Qo'yaver. Ohangulni nima qilaylik? Unga tegmanglar. Bo'lari bo'ldi. Qilmishiga yarasha jazosini oldi. Qo'ylarim unga qolsin. Nega urushdi seni bolam? Tirik qolganingga shukr qiling. Qurmash qani? Qo'rqqandan qochib ketdi shekilli. Qurmash ko'rdimi? Meni urishganini. Hech nima demadimi? Bolani gapiga kirisharmidi. Meni gapimga quloq solishmadi. Abba. Men ataylab yengildim. Boplab laqillatdim uni. Qo'ylar ham o'zimizga qoldi endi. Nimalar deyapsan, qanaqa qo'ylar? Qo'y nima qilsin bizda? Doldiryapsanmi, bolam? Oyog'im og'riyapti. Ey Xudo. Meni suyab yuboring, tura olmayapman. Qurmash! Qurmash qayoqdasan? Qurmash! Qurmash! Ko'kshirik! Qayt! Ko'kshirik! Qayoqqa? Qayt, Ko'kshirik! 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 Ko'kshirik!
Salom, Qurmash. Keting bu yerdan. Senga nima bo'ldi, Qurmash? Nimaga bu yerga keldingiz? Men Hasan og'ayman, tanimayapsanmi? Keting bu yerga hech kimni qo'ymayman. Mehmonni haydash yaxshi emas. Senga nima yomonlik qildim? Hammalar yolg'onchisizlar. Kim? Kim bo'lardi kattalar? Sen o'zi meni tanidingmi? Menda nima ishingiz bor? Keting. Hech bo'lmasa sinib olay. Men ertalabdan beri seni kuzatib yuribman. Qani beri kechi? Anavi tog'ning orqasiga kulba qurganman. Issiq buloq bor. Kulbamni shundagina ro'parasida. U yerdan bizni Xudodan boshqa hech kim topa olmaydi. Bu yerda qish bo'lsa, u yerda yoz bo'ladi. Hamma yoq ko'm-ko'k. Men bu mozordan hech qayoqqa ketmayman. O'g'lim, yolg'iz o'zing qiynalib qolasan. Shundoq hech kimim yo'q. Yolg'iz o'zim turaveraman. Mozorda yotgani qo'rqmaysanmi? Nimadan qo'rqay? Ota-onamning mozori-ku. Nimalar deyapsan o'zi? Bu 100 yillik mozor-ku. Meni ham ota-onamning o'lganiga juda ham ko'p bo'lgan-ku. Gaping to'g'ri. Ko'ksariging qani? Qochib ketdi. Xafa bo'lma, biz uni albatta topamiz. Yo'q, u endi qaytib kelmaydi. Nimaga? Odamlar bilan turishni xohlamadi. Qo'yaver. U hali qaytadi. Gap bunday, Qurmash. Menikiga boraylik. Uyim yoqmasa qaytib kelaverasan. Mozorda yotish yaxshi emas. Gunohi azim marhumlarni bezovta qilish. Yo'q. Bormayman. Qurmash, axir o'zing aqlli bo'lasan-ku. Yaxshi. Avval qorinni to'yg'izib olaylik, u yog'i bir gap bo'lar. Yaqinroq. Qorning ham ochib ketgandir. Ma. Yemayman. Go'sht yemaysanmi? Yemayman. Yemasa yema, arazlaganlik shirin bo'ladi. Qorning och. Ko'zing aytib turibdi. Qani kela qol. O'tir. Arazlash yaxshi emas. O'sha. Yeb ol. Turmash. Mana uni qara, balo tutdim. Kechqurun pishirib yeymiz. Bir ikkita maydalarini ham tutgandim. Suvga tashladim. Oho, buğdaying ozgina qolibdi-ku. Qalay? Senga meni uyim yoqdimi? Yoqdi, Hasan og'a. Juda sozda. Sen bo'lsang xohlamaganding. Ikki yetimni bir boshpana qovushtiradi deyshadi. Men ham ota-onasiz o'sganman.
Shu tog'larda bir dono chol yashagan ekan bir paytlar. Uni aytishicha hamma ertalab o'choqqa o't yoqar ekan-u, birini qozonida moy qaynasa, ikkinchisinida suv qaynar ekan. Oyni 15 qorong'i bo'lsa, 15 yorug' deyishadi. Hech qisi yo'q, biz kambag'allarning qozonida ham moy qaynab qolar. Shaharda-chi, bilasanmi? Temir yo'l bor. Ustidan temir aravalar yuradi. O'sha aravalarni ot tortadimi yo tuya tortadimi? O'zlari yuradi. Qanaqa qilib? Eson-omon bahorga chiqmasak, men seni shaharga olib ketaman. O'shanda o'z ko'zing bilan ko'rasan. O'lgan bo'lsa kerak. Kim? Ko'ksiragim. Yo'q, bo'rizodi juda ham quv, makkor bo'ladi. Osonlikcha o'ladigan mahluq emas. Hasan og'a. Ko'ksiragim ham yetima? Bu yoqqa kel. Nega? Bu yoqqa kelgin. Uni qara, rosa ham yog'yapti qor. Kichkinaligimda oyimlar esingda bo'lsam o'g'lim, laylay qor yoqqanda qora baliq tuxum qo'yadi degandilar. Senga nima bo'ldi? Qurmash. Nima bo'ldi? Yig'lama. Qo'y, yig'lama Qurmash. Axir o'g'il bolasan-ku. Qo'y, yig'lama. Eson-omon bahorga chiqib olaylik. Ikkalamiz shaharga ketamiz. U yerda meni do'stlarim ko'p. Sen ularni bolalari bilan o'ynaysan. Qo'y, yig'lama. Yig'lama Qurmash. Yig'lama budalog'im. Yolg'iz qaytdingmi? Ha. Qurmashni topolmadingmi? Yo'q. Bu sovuqda bola bechora tog'da muzlab qoladi. Bu seni deb ketib qoldi uydan. Nimaga endi meni deb ketib qolar ekan? Uni men haydaganim yo'q-ku. Ey Xudo, o'zingni rahming kelsin. Balo qazodan o'zing asra yetimcha. Toychoqqina qayerlardasan? Shu bo'ronda mizg'ib yurishibdi. Tushunmadim, kim mizg'ib yuribdi? Bo'rilar. Kelayotib ularni bir galasiga uchradim. Tavba, odamdan ham cho'chishmaydi-ya. Orqamdan rosa quvishdi. Hayriyatki tagimda otim bor edi. Miltiq otsam ham cho'chishmadi. Shu yergacha quvib kelishdi. Xudoyim bir saqladi apa. Orasida ko'kseragan bor edi. Bu emas, xuddi baloni o'zi bo'pti. O'shanda so'yib tashlasam bo'lar ekan.
To'rt oyoqli bo'ridan emas, odam degan ikki oyoqli qashqirlardan qo'rqish kerak. Ey, kim bor? Chiq bu yoqqa! Boyni yigitlari bo'lsa kerak. Chiqma, ular boyning odamlari bo'lsa seni o'ldirib qo'yishadi. Baribir o'ldiradi. Ulardan qochib qutulib bo'larmidi? Ey, ichkarida kim bor? Artar. Uyinga senmisan? Shunday hoji. Uyingda kim bor? Onam bilan mendan boshqa hech kim yo'q. Biz bir jinoyatchini qidirib yuribmiz. Unga tushuntir. Sen Hasan Kenjatoyevni taniysan, ha? U xavfli davlat jinoyatchisi bo'lib chiqdi. Turmadan qochgan. Eshitishimizcha u shu atrofda bekinib yurganimish. Hasanni anchadan beri ko'rmadim. Yaqin o'rtada meniki kelgani ham yo'q. Hech kim yo'q, janob oliylar. Agar uni ko'rib qolsang yoki u haqda biron gap eshitguday bo'lsang, bizga xabar qil. Tushundingmi? Tushundingmi deyapman, eshak miya? Aha. Shunday bo'lsin. Qani ketdik. Cha, harom olgur. Cha. Qurmashni ovozi kelyapti. Yo'q. Shamol uvillatgan ekan adashib. Ey Xudo, omonatingga xiyonat qilma. Qurmashimni o'z balog'ingda asra. Qani, ichkariga kir. Rahmat. Qurmash. Ohangul amaking seni olib ketgani kepti. Qurmash. Seni ko'rar kun bor ekan-ku. O'tir Ohangul. Seni qidirmagan joyim qolmadi. Endi topolmasam kerak degandim. Men ko'kserekni ko'rdim. Hasan. Qurmash boqib olgan bo'ri bola esingdami? Ha, esimda. U juda ham yovvoyilashib boshqa bo'rilardan ham vahshiyroq bo'lib ketibdi. Mol u yoqda tursin, odamga ham tashlanyapti. Sen bo'lsang Hasan, bo'rini qo'lga o'rgatsa bo'ladi degan eding. Vahshiy bo'lib ketishiga o'zing sababchi bo'lding, Ohangul. Sen hatto Qurmashni ham bo'riday vahshiy qilmoqchi eding. Hasan, fikringga qo'shilmayman. Men Qurmashni yigit bo'lib o'ssin degandim. Kim o'ziga pishiq bo'lsa, uni qo'lidan hamma ish keladi. Ohangul. Har qanday odam bolasi borki, uni ko'ngliga yaxshilik urug'i sepilgan bo'ladi. Shu urug'ni o'sib unashi biz kattalarga bog'liq. Mahchoydan ich. Gaping rost. Lekin men sepgan urug' tegirmon toshlari orasiga tushdi. Qanday qilib o'ssin? Un qilib yuborilgan u. Hali ham kech emas, qo'ylarni boyga qaytar. Qurmash bilan onangni olib, ovulga qayt. Yil qatori yashayveringlar. Balli, qoyilman. Mana sen meni doim insofli bo'l deysan. Rostgo'y bo'l deysan. Ammo o'zing qani aytchi. Nimaga seni turmaga qamashdi? Rostini gapir. Insofli bo'lmish. Seni mirshaplar qidirib yuribdi. Mayli qidirsin. Men haqiqat uchun qamalganman, bildingmi? O'z haqqimni talab qilganim uchun qamalganman. Haqqimizni berish o'rniga qamchi bilan savalashdi. Tish cho'kib yashashdan tik turib o'lmoqni afzal bildim. Mana shuning uchun qamashgan meni. Qurmash, yur ketdik. Bolani qayerdan topding? Ota-onalari qo'yilgan mozordan. Mozordan? Uni ota-onalari juda uzoqqa ko'milgan-ku. Yolg'on gapirmang. Ular shu yerga ko'milgan. To'g'rimi Hasan og'a? Bo'lishi mumkin. Tur, ketishimiz kerak endi. Bormayman.
Qurmash, sen qolasanmi? Seni qidirib, topdim deganimda ya. Uyda shashang yig'lay ko'r bo'ldi. Meni oyog'im og'riydigan bo'lib qolgan. Qiynalyapmiz. Qurmash. Yura qol, Qurmash. Bormayman. Nimaga bormaysan? Borsan urasiz. Yo'q, Qurmash. Endi sira ham urmayman. Agar ursam, qo'llarim akashay bo'lsin. Qurmash. Uyda o'choqqa o't qalaydigan hech kim yo'q. Shashing bo'lsa, kasal bo'lib yotibdilar. Shashimga nima qildi? Kasal bo'lib qoldilar. Agar bormasak, g'amingda adoyi tamom bo'ladilar. Yur, Qurmash. Yura qol. Hasan og'a, O'zing bilasan. kishi qiyin ahvolga tushib qolganda yordam berish kerak degandingiz-ku. Men boraman. Barakalla. Borsang to'g'ri ish qilgan bo'lasan. Bahorda bizdan keyin borasiz-a? Xudo xolasa. Bir o'zingiz zerikib qolasiz. Hech qisi yo'q, o'rganib qolganman. Xayr, Hasan og'a. Xayr. Qurmash! Xayr! Ketib qoldi.
Ohangul, qanisan? Ohangul, nima gap tinchlikmi o'zi? Ohangul, o'qotgan kim? Nimaga indamaysan? Qurmash ovozi keldi. Ko'p qon yo'qotibdi. Boyoqish. Ey Xudoyim, toychog'imga rahming kelsin. Bu nima ko'rgilik? Peshonam namuncha sho'r bo'lmasin. Odamlarni bo'ri bolasi falokat keltiradi degani to'g'ri ekan. Ey Parvardigor, yetimchamni o'z panohingda asra. Ey Qodir Xudo, nabiramga rahming kelsin. Ko'zimda nurini olganing yetmasmidi? Nimaga yetimchamga shuncha jafo qilasan? Shuncha balo qaydaydi. Senga ne gunoh qilgandik? O'zingni rahming kelsin yaratgan egam. Oqibati shunday bo'lishini bilardim. Senga aytgandim-ku, bo'ri hech qachon odamga kelib bo'lmaydi deb. Hammasiga sen aybdorsan bu mog'ir gaplar bilan. Bolani boshini gangitding. Gaplaringga ishondi. Hozir biroz chida. Qurmash. Qani o'sha yaxshilik urug'ingni uni bosgani? Xudo odamni odamiylik uchun yaratgan. Yomonlikni yomonlik bilan tugatib bo'lmaydi. Sen buni baribir tushunmaysan. Odamni hayvondan ajrata olmaysan. Bilmadim. Ehtimol haqdirsan. Bolaga yordam qil. Biz bilan birga qol. Hasan Kenjatoyev, tashqariga chiq. Chiqmasang hammangni otib tashlaymiz. O'qizi bolani qo'rqitmanglar. Hozir chiqaman. Yaxshi qiling, opa. Siz qanday qilamiz? Qurmash, xayr. Tezroq tuzal. Bahorda albatta ko'rishamiz. Qurmash nima bo'ladi? Hasan o'g'lim. Xayr, opa. Eson-omon qayt bolam. Tashqariga olib chiqinglar. Meni Hasan og'ani ko'rmoqchiman. Ohangul, olib chiq. To'xtanglar. Hasan! Hasan! Bizni tashlab ketma. Hasan, bolam. Siz biz qandoq qilamiz? Hasanni qayoqqa olib ketyapsizlar? Qayoqqa? Sizlarga nima yomonlik qildi? Hech bo'lmasa onamga rahm qilinglar. Yig'layverib ko'zlari ko'r bo'ldi-ku. Ja bo'lmasa mana bu bolaga rahm qilinglar. Buni kecha bo'ri talagan. Bolani faqat Hasan tuzata oladi. Olib ketmanglar Hasanni. Mayli, hamma qo'ylarimni olinglar uni o'rniga. Odammisizlar yo hayvonmisizlar? Hasan, bizni tashlab ketma. Sensiz biz qandoq qilamiz, Hasan? U hech kimga yomonlik qilgani yo'q-ku. Hasan! Qurmashni tashlab ketma, uni sendan boshqa hech kim tuzata olmaydi. Hasan! Hasan!